1-fevral kuni O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Toshkent shahri. Respublika Gidrometeorologiya markazining xabar berishicha, 1-fevral kuni poytaxtda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi. Kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati. Havo o'zgarib turadi. Kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qor yog'adi. Kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq, Ustyurt bo'ylab kechasi 10-15, kunduzi 5-10 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari. Havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq, cho'l hududlari bo'ylab kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari. Havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik bo'lmaydi. Kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari. Havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Kunduzi